Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchilar. Bugun biz sizlar bilan 5 million sun'iy intellekt yetakchisi saytidan tezroq sertifikat olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun 5 million deb bitiruviga yozamiz va 5 million prompterlar saytiga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng biz mana shu domenli saytga kiramiz. Saytga kirganimizdan so'ng bu yerdan OneID orqali ro'yxatdan o'tishimiz mumkin. O'qituvchilarga OneID orqali ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxatdan o'tish tugmachasini bosib o'quvchilar ro'yxatdan o'tkazamiz. Bu yerda seriya raqamini kiritamiz, guvohnoma seriya raqami va o'quvchining pasportining guvohnomasining raqamini kiritib olamiz. Raqamni kiritganimizdan so'ng bu yerga tug'ilgan kun sanasini kiritamiz. Tug'ilgan kun sanasini kiritdik. Kiritganimizdan so'ng yuborish tugmachasini bosamiz. Bu yerga foydalanuvchi nomini yozishimiz kerak. Foydalanuvchi nomi unikal bo'lishi kerak, ya'ni takrorlanmas bo'lishi kerak. Men bu yerga o'quvchining ismi va maktab raqami, yilini yozganman. Siz ham shu algoritm bo'yicha yoki boshqa algoritm bo'yicha, ketma-ketlik bo'yicha username yaratib olasiz. Username takrorlanmas bo'lishi uchun unga qo'shimcha belgilar ham qo'shishingiz mumkin. Hop, parol bitta kichik harf va raqamlardan iborat bo'lishi kerak. Men soddagina mana shunday ko'rinishda parol yaratib olaman va keyingi tugmachasini bosaman. Bosganimizdan so'ng Telegram botdan kodni olishimiz kerak. Telegram botga o'tish tugmachasini bosdim. Bu yerdan QR kodni skanerlab telefoningiz orqali ham botdan kodni olishingiz mumkin. Mana tasdiqlash kodini olish degan tugmachasini bosamiz. Telefon raqami yuborish so'raydi birinchi marta. Mana tasdiqlash kodini oldik. Bu yerga tasdiqlash kodini kiritamiz va yuborish tugmachasini bosamiz. Yuborish tugmachasini bosganimizdan so'ng biz mana ro'yxatdan o'tdik. Endi bu yerga boya kiritgan foydalanuvchi nomini kiritgan, ya'ni loginimizni kiritib, parolimizni kiritib olamiz. Login kiritish tugmachasini bu yerga loginni olaman. Mana va bu yerga parolni kiritdik. Tizimga kirish tugmachasini bosamiz. Mana tizimga kirganimizdan so'ng modullar mavjud. Bizda 4 ta modul mavjud. Mana shu 4 ta modulni o'qib sertifikat olishimiz kerak. Videolarni 100% ko'rishimiz ham mumkin yoki hozir tezroq ko'rishni ham o'rgatib o'taman. Bu yerdan video ijro qilishni bosamiz. Video boshlangandan so'ng bu yerdan mana video boshlandi. Nastroykacha tugmachasi bor. Bu yerdan videoni 2x qilib tezlashtirib qo'yamiz, ya'ni tezligini.